holatda ham qonuniy yechimi bor. Birinchi navbatda ichki ishlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ichki ishlarga shu shaxsni ismini aytib, kimligini aytib, bo'lgan holatni tushuntirib, o'sha mablag'ini olib qaytarib bermaganligi va shuni qonuniy chora ko'rib, o'sha mablag'ni undirib berish bo'yicha amaliy yordam so'rab murojaat qiladi. Qisqa qilib 102 ga, ya'ni ishonch raqamlariga telefon qiladigan bo'lsa. Keyin o'zi tegishli mas'ul xodimga murojaat tushgandan keyin chaqiriladi. Chaqirilganda tushuntirish oladi batafsil. O'shanda tushuntirish berayotganda e'tiborli bo'lib nima qilish kerak? Maksimal holatda yoritib berishga harakat qilish kerak. O'sha berilayotgan paytda kim bo'lganligi, guvohlar borligi, iloji boricha guvohlarni ko'rsatish kerak bo'ladi. O'sha pul berayotganda o'sha sement sotuvchi oldida palonchi ishtirokida pul berilgan, masalan, qancha guvoh bo'lish kerak. Albatta, asos bo'lishi kerak. Quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Asos yoki o'sha kamera bo'ladigan bo'lsa, kamera nimasi, syomkasi bo'lishi mumkin. Guvohlar bo'lsa, guvoh. Agar undan keyin pulni qaytarmagandan keyin o'rtalarida yozishmalar bo'lgan bo'lsa, SMS yoki Telegram messenjerlar orqali qanaqadir yozishmalar bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha yozishmalarni ham skrinshot qilib nimaga ichki ishlarga taqdim qilish kerak bo'ladi. Endi pulni olib xorijga chiqib ketgan bo'ladigan bo'lsa, chora ko'rilaveradi sirtdan faqat. Masalan, qidiruv e'lon qilinadi. Rossiyadan O'zbekistonga qaytgandan keyin unga nisbatan tegishli qonuniy choralar ko'riladi. Agar bu firibgarlik sifatida jinoyat alomati bo'lib tasdig'ini topadigan bo'lsa, summa katta bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa ehtiyot chora ham qo'llanishi mumkin. Ehtiyot chora, ya'ni qamoq jazosi. Qamoq nima qilib, o'sha tergov davomida sud yakunlanguncha ehtiyot chora qo'llab qo'yishi mumkin. Agar zararni qoplaydigan bo'lsa, tergov davomida baribir ham sudga chiqadi. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan yengilroq jazo chorasi oladi.